Lekin debdim-da, uni da'vat osmonda gizib ketganini qani tushundik qanday. Qara. Ko'rganlar meni ziyoli ekan deb qolsin deb taloq chiqib o'qib ketdim deb aytadi. Aslida deb gapsam maylimi? Shunday qilaylik. Jura. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Balat tutug'nima. Ya, tezini aytam juma. Harmay, talmay bilim elib o'tibsizlar-da. Yo'q. Bugun qarasam menda beka o'qib qopdim-a. Shuni birdan shamoldig'ach, mayada gezib o'qiyaptim. Bilim o'qigandan keldi. Bilim xosiyatlik narsaki, u go'yo ilmga o'xshaydi qanday deydi? Barhaq. İlim go'yo ilmdir. O bilimga atodir. Yipak bo'lsa bilimlik, qara qo'sat matodir. Bilim go'yo bilimdir. O ilmga atodir. Arhaq kirqot jug'andek, uni bilmak japadir. Da'taqo. Bu gizitni nimaga qilgan ezibdi? O'qima. Mayada debdi. Mavu Mehmet Hacım degan saxovatchi, o'qishsiz qolgan yetim yesirlarning o'qish uchun 50 million iyoni qildi. Nima degan yaxshi odam bu, ha? Ya Allah. Necha million pulga bir boy turib, ara 50 ming qo'yib berishdan nomus qilmaganda bu qalanda. Boy bu qalanda. Voy. Boy olmasa, haq pul verib o'zi ko'z qilamdi va. Voy. Kim biladi, u pulni haramdan topdim, halaldim bu, kim biladi? Shu yaqinda bir yalan to'sh bir nima degan, haq pul verib o'zi ko'z voy jannat. Voy. O Mehmet Hacım boshqalarga yordam qilmasiga tillanlar. O boshqalar saxovat qilgan tursa, uni nima qilmaysizlar? Sizlarni ashliq o'xshash boshqalarga yordam qilsanglar bo'lmadi. Nima? Biz qilsak bo'ldi. Lekin naqpul balalarni buzuydi-ki, Sa'davtaqo. Bir odam oqkimul balalarga pul berib, qarikimul qilib aytmayli. O'z balalarning patligini qo'g'dash uchun bo'lsa, ular bir tiyin bermasa kerak. To'g'ri. Basash Mehmet Hacım o'zi bersin, balla buzilib ketsa, gunoh shu deb shirik. Qanday, ha? Da'taqo, shart-shak kishi boshqatmay gizdan o'qima. Voy. O'z muxbirimiz xabari. Ataqlıq yazğıcı Nurdin Qodirning 4 tomliq asri yaqinda nashrdan chiqib, keng kitobxonlar bilan yuz ko'rishdi. Pah. Nurdin kam karamat yazg'uchida. Qandaq dedi? O'g'o, shu. Lekin mush tatqiqsiz qo'yganning o'rjiq degandek va'dashqini adab qo'yish yejivaga turdi. Shundiganda. O'zi shu. Avot. Tak o'tganda bu Nurdin Qodir degan endi qirdi, o'zini so'rab ma'lum adabiyot sipidan chekinish kerak dastim. Xuddi seni yolg'on chiqarganda bir damning orlig'i 4 tomliq kitobdan birini chiqarib aytgan nima seni lozim qiladi? Ha? Ash 4 tomliq asarning yezilishi dal mening to'xtamdim bo'lgan. Hey. Turib mazashmanglar. Uni men qirdi deb harakatlantirib qo'ymagan bo'lsam, u birdan ichi 4 tomliq kitobni yoza olamdi. Agar bu oltning kitobidan qo'rqmagan bo'lsa, bir ishkanning ichidan 4 tomliq kitobni e'lon qila olamdi. Hey, optur bu asarni 1-2 oyda emas, 20 yil tayyorlik qilib yozgan debdi magistda. Mana. Qirdi deganim rasmi ekan. O qirmagan bo'lsa, talant bo'lgan bo'lsa, bir kitobni 20 yil yozamdi. Shu bizga bu ijod qilishni ancha yaratmaymiz. Agar yoritib qolgan bo'lsak, bunda 4 tomliq kitobni bir 2 oyda to'g'rilab qo'yamiz, juma. Qanda, Savtaqon, sizlar pul atmay, oldindan bir bat maqola yozib qo'yinglar, maqola. Adabiyotni tushunmaysizda, bala. Bu bir betlik maqola yozmak, 10 roman yozmoqdan tez. Bu maqola yozish uchun nazariy, falsafiy fikr bo'lishning sirtida hikmatli so'zlarni ko'chiradigan nafuzli kitob sotib olish to'g'ri keladi. Agar Nurdin Qodir maqola yoza olgan bo'lsa, shu roman yozma deb avarlab yuramsa, chindan kallangda o'tmayapti. Sana deb qo'yay. Biz dunyoda oltin chiqmi, toshmi? Albatta toshchiqda. Hatta roman degan tosh, maqola degan tosh. Nurdin Qodir toshchi. Toshchi. Nurdin ham toshchi bo'lsa, sizlar nimichi? Biz toshchi.
Toshchi? Bu nima degan gap endi? Biz yozg'ish shoirlarninki saqlin taraydigan oltin tag'at. Ha, biz ularning aşı oldi kendi yaxshi yomonlari setselib yuradigan insil nesillik absharka. Biz boshqalarni abshar gibi. To'g'ri. Biz boshqalarni xushomad qilib maqtamaymiz, balki mardonach tillab uyiqtirib bitamiz. Tıllaymiz. Qara, aş mana mende terilib yurgan aş nochida avga 4 qatimni tillasang hozir danqing chiqdi. Hey, mushu maqtug'chiligi baloni maqtamamsizlar? Ularni ba'zi Maqtab qo'ymiz. Qanday vaqtida maqtaysizlar? ular uzib ketganda. Ha. Peki biz ular naat özürüp ketel vaqtida mana üldüken, eni üldüken degende maqalni yezib tayyak qo'ymiz dedi. Ha. Adash mush o'lmagan odamni maqtab qo'ysang da hediga ish kerilib ketirgan deyman. Ular hayot vaqtida nima ish qilmoqdamaysizlar? Biz zolim bo'lsak, ularni olim chiqamdiki. Bizning butun qiyinimizning hammasi millatning adabiyotning taraqqiyoti uchun. Ha. Endi adash uni banglab qo'ysang hediga ish bitadi. Ish bitadi degandek. Mavo Nurdin Qodir asarlarining badiiy qimmati yuqori. Turmushchiligi cho'nqur, tarbiyaviy ahamiyati zo'r bo'lg'achqa, xalqimiz bu yozuvchiga allaqachon yuqori bahoni berib qo'ygan. Xalqning ba'sidan ba'diga qarab. Biz o odamning ba'larini e'tirof qilmaymiz. Sizlar mushundaq ijodkorlarning asarlarini bog'laymiz deb kaskishdak ularning pochiga eslib qavab yurgicha, bak bir ish qilganlar kelib kelsa, sizlarning qo'linglarga qalam olib, adabiyotimiz uchun to'p qo'ysanglar bo'lmaydi. Qiziqdashkina bu. Shunda bu. Bunda oddiy mana tanisa. Hamma odam oddiy ijodiy cho'p kelsa, kim danishmand bo'ldi? Biz ijod qilishda emas, ma'lum natiqsimon danishmand bo'lmoqchi. Bo'lmoqchi emas, bo'p bo'ldik. Rast bo'p bo'ldik. Endi nim bo'lsaq ularga deb kalla qatirib o'tirib. Dayirva. Sizlar qaysi sohada danishmand bo'ldinglar? Biz yozmay baholash sohasida. Bu yezib, emmadam dang chiqaralaydi. Ma yozmay dang chiqarsam nochi. Sizlarning danishmandliginglarni kim biladi? Bu ishimiz bir-birimizga to'liq e'tirof qildik. Qandoq dedim Allohna? Gaplarim durust Mavlona. Danishmandlikni oldi bilan avam xalq e'tirof qilish kerak. Biz xalq emasmi? Biz xalqning jawharlari jamoasi deb qo'yaylik. Qada danishmand bo'lamsa? Yaxshi ko'nglinglarga rahmat. Bunda saxta danishmand bo'lib, qachon sirim echilib ketayotgan deb xalqning chopini kiyib olgan o'g'irdak chilab tamtirab jugicha, chin samimiy odam bo'lib, o'sha o'zimning yashash usuli bilan yashayveraydi mana. Hayır. İşte şey taksir qilmab turadigan bu shu. Shuni eshak beshi o'rmoqchi bakar. O'qinglar. İxtiyoriy muxbirimiz xabari. Yaqinda shahrimizdagi dongli san'atkorlar yangidan tayyorlagan nodir ijodiyatlar bilan dog'dug'liq san'at kechiligi o'tkazmoqchi. Ya alishma, ya alajab zirikdim shu ijodiyatchi, san'atchi degandim. Nega masal shu haqning gapi ya? Shu emasmi? Televizorni olsangmi mushaq, radioni olsangmi mushaq, kitob jurnal qarasangmi mushaq, odamning o'g'sini qaynatib. Yo'q. Hey. Bu san'atkorlarimizning esil asarlarini xalq ko'rsa, o'nglasa, huzurlanadi, xushal bo'ladi. Bu sizlar nimaga xafa bo'lasizlar? Shu haqning shun chiqib ketgan nari bor? Bizdek danishmandlar turgan yerda ularga nima olqish deyman. Shundaymi? Tarang olib qoldimki bu haq xuddi san'atkor, ijodkorni tutla turib qoldi-kin. Odamning nafrati qudrati bizga. Qildim, tova. Bak xalq nimani yaxshi ko'rsa, shuni yomon ko'radigan, xalq nimani qadrlasa, shuni o'yishiladigan va qandoq surat odamlar bo'ldi qiladi. O'sha adabiyotchi, san'atchi degan gapni bir qilmaydi, odamni qilmaydi. Ma ikkisi oljib sarang'o'ga o'xshaydi. Men buni bilan takallashib o'zimni o'tratqicha gazetimni o'qiyjim. Qan anglab baqilay. O'z xabarimiz. Chet elga o'qishga chiqib ketgan bir turkum o'quvchilar yaqinda doktorlikni tamomlab sharaf bilan vatanga qaytib keldi. Voy qanday qilay? O chet eldan doktorlikmi, ras o'qiganmi, kim biladi asavat buni? Shundimi? Aras. Avvat? Mushu chet elda mushu doktorlik kinoshkasini bozorda gazir satgandek sotib deydi ya. Shapti satgandek. Voy anglab qoldim. O'z xabarimiz. O'qida. Yuzdan shaharga dehqonchilik saymonlari sotilish uchun kirgan bir dehqon
bir so'mka xalq pulini tepib olib, uning ko'z qirnimi sanmay, bu pullarni munosabatlik o'rinlarga topshirib berdi. Muxbirning ilgilishicha. Xudayni, ma ahmoqlikni ko'rdingmi? Savod, topshirib bergan pulni qara. İzzet, avut. Maşinning notsini, xotinning chiroyligini olib, mashinaga selib, shamshan sayat qilmay, topshirib bergan qirani. Ahmoq. Hey. Ha, nima bo'ldi? Bo'ldi? Mayada bir tepishmoq varkan, tepib boqamsizlar. Ha, o'qida topmiz. Suvni qo'ysang bir chumut chelakda shalaqlaydi. Yalg'on soxta donishman o'zgini mazoqlaydi. Ishqilanmas o'zlari ish qilganni yaratmas. Zahar oqar tilidan dili qara uyatmas. Suiqasd qilar mardlarga udul kasi qochidi. Tuhtikarni ko'ranmay ko'kuyimdek chaqidi. Aytinglarchi xaloyiq bu sirni kimlar ochidi? Suiqasd qilar mardlarga udul kesa qochidi. Tuhtikarni ko'rolmay ko'kuyimdek chaqidi. To'g'ri. Tapdi. U kim o? Mushu. Ha, dal to'g'ri topsan.